Avvalo kanalimiz avtomachinani qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda siz eng yangi avtomobillar, texnologiyalar va avtomobil bozori yangiliklari haqida muntazam ma'lumot olasiz. Avtomachini kanali har doim tomoshabinlarga ishonchli va qiziqarli avtomobil sharhlarini taqdim etadi va bugun biz 2026 Chevrolet Gentra modeli haqida gaplashamiz. Bu avtomobil yangilangan dizayn va kutilmagan o'zgarishlari bilan ko'pchilikni hayratda qoldirmoqda. 2026 Chevrolet Gentra tashqi ko'rinish jihatidan ancha zamonaviylashgan bo'lib, avtomobilning old qismi yangi radiator panjarasi, keskin LED faralar va aerodinamik bamper bilan jihozlangan. Yangi modelda kunduzgi LED chiroqlar, sport uslubidagi havo kirish teshiklari va yangilangan logotip mavjud. Yon tomondan qaralganda avtomobil yanada oqimli ko'rinishga ega bo'lib, yangi dizayndagi yengil qotishma disklar va kuchliroq kuzov chiziqlari avtomobilga sport uslubini beradi. Orqa qismida esa yangi LED stop chiroqlari, zamonaviy bagaj dizayni va kengaytirilgan bamper mavjud bo'lib, avtomobilni yanada jozibador qiladi. Ichki salon ham sezilarli darajada yangilangan. 2026 Chevrolet Gentra keng va qulay interyer bilan taqdim etilgan bo'lib, yuqori sifatli materiallar ishlatilgan. Salon markazida katta sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga avtomobil holati haqida aniq va tezkor ma'lumot beradi. Yangi modelda ko'p funksiyali rul, zamonaviy konditsioner tizimi va orqa yo'lovchilar uchun qo'shimcha havo chiqish teshiklari mavjud. O'rindiqlar ergonomik shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Texnik xususiyatlar jihatidan 2026 Chevrolet Gentra bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif qilinishi kutilmoqda. Asosiy versiyada 5 litrli benzin dvigateli o'rnatilishi mumkin bo'lib, u taxminan 105 ot kuchi ishlab chiqaradi. Shuningdek, kuchliroq 1.6 litrli dvigatel varianti. Qulaylik va texnologiya bo'yicha 2026 Chevrolet Gentra ko'plab yangi imkoniyatlarni taklif etadi. Avtomobil kalitsiz kirish va dvigatelni tugma orqali ishga tushirish tizimi bilan jihozlanishi mumkin. Multimedia tizimida Bluetooth, USB va ovoz orqali boshqarish funksiyalari mavjud. Shuningdek, cruise nazorati, avtomatik yorug'lik va yomg'ir sensorlari kabi zamonaviy funksiyalar haydovchilikni yanada osonlashtiradi. Bagaj hajmi keng bo'lib, kundalik foydalanish va uzoq safarlar uchun yetarli joy taqdim etadi. 2026 Chevrolet Gentra bozorda o'rta narx segmentida joylashishi kutilmoqda va bu model o'zining dizayni, texnologiyasi va ishonchliligi bilan xaridorlar e'tiborini tortishi mumkin. Avtomobil kundalik foydalanish uchun mos, yoqilg'i tejamkor va xizmat ko'rsatish xarajatlari ham nisbatan arzon bo'lishi taxmin qilinmoqda. Yangi model oilaviy foydalanish, shahar haydovi va uzoq safarlar uchun qulay variant hisoblanadi. Avtomachini kanali sizlarga eng so'nggi avtomobil yangiliklarini yetkazishda davom etadi va biz har bir modelni batafsil tahlil qilib beramiz. Agar siz avtomobillar olamidagi yangiliklarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Avtomachini kanalini kuzatib boring va eng yangi sharhlarimizni tomosha qiling. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni, videoga like bosishni va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Yangi Gentra modelida haydash tajribasi ham sezilarli yaxshilangan bo'lishi kutilmoqda. Osma tizimi qayta sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham silliq harakatni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi yanada aniq va yengil ishlashi uchun elektr kuchaytirgich tizimi bilan jihozlanadi. Shovqin izolyatsiyasi yaxshilanib, salon ichida tinch muhit yaratiladi. Avtomobil bir nechta rang variantlarida taqdim etilishi mumkin, jumladan oq, qora, kumush, ko'k va qizil ranglar xaridorlarga tanlash imkonini beradi. Ishlab chiqaruvchi avtomobil uchun zamonaviy xizmat paketlari va kafolat dasturlarini ham taklif qilishi mumkin. Bu esa foydalanuvchilar uchun